Qayerda bo'ldi? Qarochi, men Kemir O'zibin va endi o'sha yerdan video chiqmasligi mumkin. Qayerdan desanglar, shu Kemir O'zibin ikkinchi kanalidan endi video chiqmasligi aniq. Chunki o'tda bo'ldi, men kecha oxirgi videomni qo'yib bo'ldim. Endi mana shu yerdan endi birinchi videomni qo'yishni boshlayaptim. Endi mana shu tanlay qolamiz. Men boyagacha video olayotgan edim, bolalar. Prosta nima bo'lib qoldi? No tak. Qotib oladigan ilovamni narsasi yo'qolib qoldi. Da endi. Yokida ko'p daqiqagacha stop tashlab turgangami? Bu zagruzkasi yomon ketadi-da. Shu sababli ko'rib tursanglar, bu o'yinning bitta yaxshi tarafi grafika joyidan bitta zo'rda. Buni ko'rib tursanglarmi? Demenik degan, ya'ni mana shu o'yinni yaratgan avtorining nomi. Va shu sababdan ham negiz u yerda Hollywood bo'lishi kerak. Agar boyagi mashina ko'rsatgan joyda agar bamper sariq bo'lsa, u normalniy degani. Agar qizil bo'lsa, u endi tushib qora turgan bitta yeri turgan bo'ladi, ya'ni bitta yeri osib turgan bo'ladi. Men Toyota fanati emasman, mana uni. U saldob chiqib ketadi. Agar kimga keyingi videoga qanaqa mashinani tuning qilay? BMW deysizlarmi? Уже yo'q qoldi. Ko'rdinglarmi? Hozir qorada. Va bu yo'q. O'tirdilar. Ayak bo'ldi. Agarda keyingi videoga qanaqa mashina kerak bo'lsa, o'shani tuning qilib beraman. Mana shunaqa qilish qo'yaylik-da. Bu o'yinning prosta zagruzkasi juda ham yomon. O'yinga kirar kezda bechora boshi bilan qadalyapti aytayin. Ketidan mashlar ham bor. Hayriyat, bu BMG Drive emas ekan, Supra uchun. Men uchun baribir. Lekin Supra uchun BMG Drive emas ekan. Bu ganda o'lib ketadi. Kartadagi yashil narsalar, ya'ni bular botlar. NPC'lar. Shunaqa. Negiz onlayn o'ynashga ham bo'ladi. Prosta men boya 2 marta o'rindim, 3-chisida bo'ldi. Ichki bilan o'ynayman. Vaqtni sekinlashtira bo'ladi.
Shu ham kelib turganmidi? Tamam, shunaqa drift qila olaman. Prosta orqaga ketganda shunaqa. Dakarcha hozir boshqa mashina olamiz. Oldin racing modga qo'yamiz. Bo'ldi. Xos. Yo'q. O'yinda kirishga zagruzka chotga oladi, lekin garajdan o'yinga kirishga zagruzkani yomon oladi-ki. Hop, mayli xos. Sedanni bosamiz, bo'ldimi? Chalas banan. No, menga prosta qora rang emas. Birsa boshqa rang bo'lib turadi. Davay fiolet qo'yamiz. Ya'ni siyoh rangmi? Roz qo'yamiz, barbishki. Yana bo'ldi. Sen buni yopiqroq qilamiz, bo'ldi. Ne bilmadim, sizlarni bilmadim, lekin men balonni tashna qilib qo'yaman. Aqurallay, o'zi o'rallay. Beraman dovaringni. Shu eng normalniy. Davay shuni qo'yamizmi? Sizlarga yo mashq qo'ylayli yoki-da mashq qo'ylayli. Men shuni qo'ya qolaman. Shu eng originalskidir. Bo'ldi. Qani, davay qayerdan boshlaymiz? Negizki hozir men tushlik vaqtim edi. Prosta. Men shu videoda qilay deb tushligimdan atmen qilib qo'ydim. Atmen emas, endi yonimda turibdi. Tuxum barak. Az go'zalliklarni shunaqa qilib nadayil bo'ladi. Yo'q, oldindan ko'rsatdim. Grafika sochni o'yingu. Ko'rib turibsizlarmi? Next Pagani shunga o'xshagan mashinalar ham bor. Bizlarning maktabning yonida Sting yo'q, maktabning yonida magazin bor. O'sha magazinda Sting sotadi. Kecha men do'stim Viper ya'ni uning ismini aytsam bilmadim, lekin ular uni u ham menikini aytadimi, aytmaydimi? Bilmadim, lekin uning ismi mayli aytmay qo'ying. Agar xohlab o'tgan bo'lsalar, mana shu videoni 10 ta like yo'q bersalar va yo'q bersalar, men sizga aytishim mumkin. Agar 10 ta like bersalar.
Ya. Bu realistичный o'yin. Misol uchun Carver'da qanaqa mashina ko'ra olmay turgan bo'lsa-da, ya'ni umuman misol uchun Celes shunaqa. Bilsizlar? Celesni faqat akkaunt ochib reward qilgandagina ola olasan. Ha, aytgancha bola. Bu narsani aytishim kerak edi. Agar men shu o'yinda Celesni olib vampirlarni sindirsalar real Celes bo'ladi. Men kecha multiplayerga kirgan edim. Multiplayerda ko'p o'yinchilar o'ynamas ekan. U bor prosta. Bittasi ulab o'tdi, o'ynashmoqda. Qarshi o'yinning nomi European Luxury Cars. Bul. U ikkinchi kanalimda ham Celesni qo'ygan edim. Celesni mana shunaqa qilib rasmga olib nimaga qo'ygan edim? Postga qanaqa qilamiz dedi ularga. Kanalimga kirasizlar va yuqorida botlar nada yildi. Postiga yuqorida akkauntimning nomi turadi, shu pastida video shorts deganning yonida postni deb qo'yapti. Endi post короче deb qo'yadi. Yo'qda postlar. Qarshi shunaqa qilib qo'yadi, o'sha yerga borsalar, o'zi rasm yoki bir savol-pavol bo'ladi. Prosta men shundan boshqa driftni bilmayman bo'lgani. Bundan bilatim bo'lsam bu toyib ketaveradi. Buni ushlash juda ham qiyin. To'g'ri. Davlatno. Legenda Celes'imga tegdi. Молодец. Давай.